Assalomu alaykum aziz obunachilar. Omonmisizlar? Salomatmisizlar? O'tgan 2025-yilda ustozimiz haj ziyoratini amalga oshirib qaytdilar. Shunda u kishi Makkada bo'lib o'tgan, ko'z o'nglarida bo'lib o'tgan bir qiziq voqeani so'zlab berdilar. Ziyorat chog'ida bir xitoylik tadbirkor yigit ham biz bilan birga ziyoratlarni, ibodatlarni amalga oshirdi. Ochig'i biz unga qiziqib qoldik, so'radik. Xitoylik ekanligini, tadbirkor ekanligini hamda Alloh uni qalbiga iymon solganligini tarjimon orqali bildik. Haligi xitoylik tadbirkor bizdan so'rab qoldi. Sizda aroqning, ya'ni spirtli ichimlikning hukmi qanday degan savolni berdi. Biz uning hukmi haqida batafsil tushuntirib berdik. Uni ishlab chiqargan, sotgan, uni ichgan, unga pul bergan barcha hissasi qo'shilgan, la'natlangan. U yaxshi emas, dinimiz uni qoralaydi degan gaplarni aytganimizdan so'ng u hayron bo'lib qoldi. Keyin bilsak, u spirtli ichimliklar ishlab chiqarish zavodining direktori ekan. U darhol telefonni oldida Xitoyga telefon qildi. Ya'ni ukasiga telefon qilibdiki, uning ukasi o'zining ish yurituvchisi bo'lib ishlar ekan. Ustozimiz aytadilar, tarjimondan nima deyapti telefonda deb so'rab turibmiz deydilar. Shunda haligi yigit telefonda ukasiga shunday deyotgan ekan. Tezda korxonani muhrlagin, yopgin, hamma narsani bekor qilgin. Men o'zim borib hisob kitobini qilaman. Ukasi shunday javob berdi. Yo'q aka, buning umuman iloji yo'q. Chunki biz mahsulotni olib bo'lganmiz. Shartnomalar qilingan. Mahsulotni yetkazib bermasak, katta jarimaga tushamiz. Uni hech qachon to'lay olmaymiz. Bu javobni eshitgan akasi tutoqib ketdi. Telefonda baqira ketdi. Men bilmayman. Korxonani muhrla, tamom vassalom. Men o'zim borib hamma hisob kitoblarni qilaman dedi-da, shart telefonni o'chirdi. Mashalloh, ochig'i men bunday iymonga lol qoldim. Qilayotgan ishi yaxshi ish emasligini eshitganda darrov taslim bo'ldi-da, zavodni, katta bir zavodni yopishga buyurdi. Xuddi ko'z oldimda Saodat asri qissalarini o'qiganimda sahobalarning eshitdik va bo'ysundik degan qoidalari yodimga tushib ketdi. Endi bu yog'i nima bo'lsa ekan? Zavodni ukasi yopsam ekan, ukasi bilan orasi yaxshi yomon bo'lib qoladi degan xavotirga tushib qoldik biz. Oradan bir kun o'tdi. Yana birgalikda ibodatlarni bajarish bizga nasib qildi. Ustozim shunday dedilar-da, bir muddat jim turib qoldilar. Va keyin yig'lab yubordilar. Ustoz aytadilar, ertaga xufton namozini birga o'qishimizga to'g'ri keldi. Men xavotir olyapman. Telefoni hali ham o'chgan ekan. Men tarjimondan so'radim. Haligi kechagi ish nima bo'ldi? Zavodni yopishni aytgandilar. Ukalar bilan gaplashdilarmi qaytib? Deganimda tarjimon telefonlarini yoqmaganliklarini aytishdi. Shom namozini o'qidik. Xufton namozini ham birga o'qish nasib qildi. Biz masjiddan chiqdik. Qarasak yonimizda xitoylik yo'q. Qaytib masjidga kirsak, xitoylik hali ham sajda holatda turgan ekan. Shunda yoniga borib, nega ancha vaqt turib qoldi bu kishi deb sal qo'limiz tekkan edi. Haligi tadbirkor yigit jon taslim qilgan ekan. Mashalloh, sajda holatida jon taslim qilibdi. Shunday iymon bilan ketganiga ochig'i havas qilib barchamiz yig'lab yubordik.
qani bizda ham shunday iymon bo'lsa degan o'y meni juda qiynadi. Ochig'i bu havas qilgulik holat edi. Ustozimiz mana shu yergacha aytdilar-da, qolganini ayta olmadilar. Yig'ladilar. Ancha yig'ladilar. Biz ham u kishiga qo'shilib yig'ladik. Keyin janozasini o'qib, o'sha yerga dafn qildik deb qo'ya qoldilar. Ha azizlar, haqiqiy iymonning xotimasi ham go'zal bo'lar ekan.